Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Siz biz kanalda turli xildagi salatlar, tuzlamalar, karam, bodring, pomidor tuzlamalari topishingiz mumkin. Bugun esa pekinskiy karamdan, ya'ni chimchidan tuzlama qilish ko'rsatib beraman. Buning uchun karamimizni bir ikkita yaprog'ini olib tashladim, ustidagi yaproqlarni va yaxshilab yuvib tozalab oldim. Endi buni bo'laklarga bo'lib olamiz. Tuzlaydigan idishlarning katta kichikligiga qarab bo'laklarga bo'lib olsanglar bo'ladi. Men 5 bo'lakga bo'lib oldim. O'zakli qismini olib tashlamaymiz, chunki karam barilar sochilib ketishi mumkin. Chiroyli qilib bo'laklar bo'lib olgandan keyin endi idishimizni tayyorlab olamiz. Men sirli idishdan foydalandim, chunki kattaroq idish topa olmadim. O'shaning uchun salofan, 2 qavat salofan qilib, keyin ustidan joylab oldim. Sirli idishga qiladigan bo'lsanglar, siri ko'chmagan bo'lishi kerak. Bo'lmasam salatni mazasini ham buzadi, ham cheren teshib qo'yishi mumkin. Iloji boricha sirli idishga qilmagan yaxshiroq. Qilsanglar ham o'zi alohida salafonlar sotiladi, o'shandan foydalanish kerak. Endi karamimiz uchun suv tayyorlab olamiz. Xona haroratidagi suv ishlatdim. Iliq suv, rakvinadan olib ishlatdim. Kerak bo'ldi. Menga 5-5,5 litr atrofida suv kerak bo'ldi. Unga 10 osh qoshiqda to'la tuz soldim. Sho'r bo'lishi kerak suv. Menga 314 gram chiqdi tuzim. Suv karamni ko'madigan darajada bo'lishi kerak. Ko'mib turadigan darajada sovib olasizlar va ustini og'irroq narsa bilan bostirib qo'yamiz. O'shanda karamlari hammasi suv tagiga kirib turadi. O'zakli qismi sekinroq tayyor bo'ladi. O'shaning uchun pastga aylantirib yubordim. Mana ustini yopamiz va og'irroq narsa bostiramiz. Men 2 litrli bankaga suv to'ldirib bostirib qo'ydim. Juda ham to'la bo'lgani uchun idishim tagiga patnis qo'yib qo'ydim. Ortiqcha suvlari bostirilib turgandan keyin toshib chiqib ketadi. Xona haroratida 3 kun turadi chimchi. Mana 1 kun o'tgandan keyin ko'rsatyapman, suvlari ko'p chiqib ketdi, ortiqchalari. Endi qopqog'ini yopib, yana 2 kunga qo'yib qo'yamiz xona haroratiga. Mana oradan 3 kun o'tdi, chimchilarimiz tayyor bo'ldi. Buni qayerdan bilishimiz mumkin? Chimchini olamiz, qalinroq joyi bo'ladi, mana o'zakli qismi, o'shani olib qo'limiz bilan bukib ko'ramiz. Bukkanimizda sinib ketmasa, yumshoq bo'lib qayrilsa, demak tayyor bo'lgan bo'ladi. Mana karamimiz tayyor bo'ldi. Endi buni alohida idishimizga olamiz. Chimchini o'ziga yarasha hidi bo'ladi. O'shaning uchun buni xolodilnikka qo'ymagan ma'qul. Mana hozir buni tozalab yuvib olamiz. Har bitta yaproqlarni oralarini yuvib, qo'limiz bilan ishqalab yuvib chiqamiz. O'sha o'ziga yarasha bo'lgan hidini ketkazadi. Hammasini xuddi shu ko'rinishda tozalab olamiz, yuvib tozalab olamiz. Chimchilarimizni hammasini tayyorlab yuvib olganimizdan keyin zerovoy tayyorlab olamiz. Buning uchun qalampir kerak bo'ladi. Menda 150 gram chiqdi. 10-15 dona qalampir, qizil qalampirimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. 5-6 ta tish chesnok ishlatdim. Uni ham bo'laklarga bo'lib oldim. Va 2 ta dona bulg'or qalampiri, qizil bulg'or qalampirini ishlatdim. Tabizga qarab ziravorlar ishlatishingiz mumkin. Murch, kashnich, ko'katlar qo'shishingiz mumkin. Men faqat mana shulardan foydalandim. Shu yetadi menga. Endi buni olib blender yoki мясорубкаdan o'tkazib olamiz. Bir xil massaga olib kelamiz. Tayyor bo'lgandan keyin mana chimchimizni har bitta yaproqlariga yaxshilab surib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu juda ham achchiq bo'ladi. Chimchi achchig'i yaxshi ko'radi. O'ziga singdirib oladi achchiqni. Qancha ko'p uzoq vaqt tursa, shuncha achchiqlari singib mazali bo'ladi. Surayotgan zerovoylarimiz singib mazali chiqadi. Har bitta yaproqlarini qoldirmasdan chiroyli qilib bir tekisda qilib surib olamiz. Hammasini surib bo'lganimizdan keyin endi kichikroq idishimizga joylab olamiz. Mana kichikroq idishga joylab, o'zidan chiqqan suvlarini ustiga quyib qo'yamiz. Ortiqcha tuz solish kerak emas. O'zi kerakli tuzini 3 kun davomida o'ziga olgan. Mana yaxshilab ortiqcha suvlarni ham quyib yuboramiz. Mana suvlari bor. Agar suv kamlik qilsa, yana ozgina qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Qopqog'ini yopib, salqin joyga 5-6 kunga qo'yib qo'yamiz. Men tashqariga qo'yib qo'ydim, hovliga, salqin joyga yoki balkonga qo'yishinglar mumkin. Men derazadan chiqarib mana shunaqa reshotkaga qo'yib qo'ydim. Hozir havo juda ham salqin, ko'cha salqin bo'lib qolgan. Endi idishimizga solamiz. Bemalol iste'mol qilishimiz mumkin.
mazalari hamma yog'iga bir tekisda o'tgan. Juda ham mazali bo'lib tayyor bo'ldi chimchimiz. Achchiqni yaxshi ko'radiganlar uchun bemalol dasturxonga tortib taomlar bilan iste'mol qilishimiz mumkin. Juda ham mazali chimchilarimiz tayyor. Eslatib o'taman, kanalimda bodring, pomidor tuzlamalari, karam tuzlamalari videolari bor. Xohlasanglar o'tib ko'rishinglar mumkin. Описаниеga yozib qoldiraman. Albatta tayyorlab ko'ring, sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Video ma'qul kelgan bo'lsa like bosib, kommentariya qoldiring. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Hozircha salomat.